Rozpakowki çekmeye başlayalım. Krasovka, klem sakası. Videoda ko'rinayotgan bo'lsa, sifati zo'r. Juda ham zo'r. Yana qo'shimcha tiklari bor. Bu sumka. Sumka komplet. Sumkadan ikkinchi marta o'rgandim. Bir marta yangi o'rgandim. Buni videodan kanalga qo'yganman. O'yinchoqlari. Bu ham aksesuar. Mana bu sumkachasi. Bu komplektning ichida mayda kashirovkalari ham bor. Mana fashion firmasiniki ichlarida. Sifati juda ham zo'r. Mana bu dori ichida chiqadigan. Hech emasligi uchun. Yeşil. Oyoq kiyim. Bu zamış material. Sifati zo'r. Dahshat desa ham bo'ladi. Klient zakazı. Mana. Dahshat. Adashmasam bir oyoq kiyim edi. Mana bunga. Yangi oyoq kiyimda krem tutdi. Mana bunday. İplar bu. Mana bunday o'zini bo'ladigan yana bir qo'shimcha ipmi? Zapaskasi. Mana shunday. Sifati zo'r. Sumkacha. Mana bunaqa chiroyli. Klach. Ichida qog'ozlar bor, yentilmasligi uchun. Ремешок ham bor. Yaqindan ko'rsangiz bo'ladi. Sifati zo'r. Mana bunaqa. Sifati zo'r. Mana bunday turadi. Sifati zo'r. Bu kichkina Подарочный sumkasi. Bu bo'lsa mana bunaqa. Bu открыткasi shekilli. Telefon yozib paketingiz bilan bu to'rttalik ichki kiyim etek. Bittasini ochib ko'rsataman. Mana bunaqa. Cho'ziladigan. Mana cho'tlarini ko'rsangiz bo'ladi. Cho'tlari toza. Sifati zo'r. Kichkina cho'tlari. Xo'di bo'ladi. Bu ham klient zakazida. Bu yerlarda yozuvlari bor. Sifati zo'r, cho'tlari toza. Qalin varianti bo'lganda oldindan kelgan mos. Bu bo'lsa sudo krem. Sudo kremdan 3-marta zakaz qilishim. O'shida o'zimga zakaz qilganman. Mendan ko'rib qarindoshlarim ham klientlar zakaz qiladi. Bu endi farzandi bo'lgan, bolasini terisi tez qizaradigan yoki o'zingiz terisi tez qizarsa, buni sotish tavsiya etiladi. Juda ham yaxshi. Men qizim terisi allergik bo'lgani uchun shu narsani zakaz qilganman. 2 marta ishlatdim. O'sha 2 pachkasini bittasi 6 oydan 8 oygacha bemalol yetadi. Originali mana shunaqa quyuq bo'ladi. Padelkalari juda ko'p. Padelkasi suyuq bo'ladi. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Hidi ham mazali. Nima edi bu? Mana bunaqa yaltiroq podvodka bu. Pichog'imni yo'qotganim demayapti. Yangidan zakaz qilaman endi. Bu yerdan chiqdi. Mana bunday komplekt bu. Ichida kalem zakazlar bor. Bittasini ishlatib ko'rsataman. Mana bunaqa. Podvodka. Hadi ham emas. Keyin mana bu narsa. Buni videosini qo'ygandim. O'tgan yil baklashga teshib suv sepkimada bo'lgan-ku. Bu baklashga teshib o'tmaydi. Buni o'ziga suv solib, purkaysiz teshikchalar bor o'zini. Bittasini. Nakleykalari ham bor ekan. Bunday qilib suv to'ldirasizda qilasiz.